Bugun Kamolga sud ochidi. Rifat advokatninki amali qaq kilami? Ishlar o'ngishli qo'ysa bo'ladi. Şu bir amal qilin, men qat'iy amal qilmadi. Bunda qilish deganlik, barliq deloni ag'dirib tashlash deganlik qo'y. Amsa deloni ag'dag'ili bo'lamdi. Bo'ldi Yasin efendim. Gerçi bu ishlar qiyin bo'lsa-mu, buning amal bor. Nima amal bor? Biz avval sho'pirninki uyiga berib, uydagilarni pul bilan rozi qilamiz. Bunun chora yo'q. Onanchi. Ikkinchi qadamda biz tuttirish o'rniga berib, sho'pir bilan ko'rishib, oiladagi bilan ko'rishganligimizni yetkazamiz. Va oiladagilarga quliga naq pul berganligimizni va uning turmada yetish jarayonida uydagilarninki turmushdan bizning xabar olganligimizni yetkazamiz. Onanchi. Mushtaq degan chig'imizda u sotqa chiqqan chig'ida barliq so'roq so'zni yenib oladi ham barliq mas'uliyatni o'z ustiga oladi. Uchinchi qadamda biz Kamol bilan ko'rishib, sotqa chiqqan chig'ida o'zining so'roq so'zni yenib olishini deymiz. Mushunda bo'lgan chaqda Kamolni qo'yitami? Cho'qim qo'ydi. Eng muhim bir nuqta. Sho'pirning uydagilarning bizga pul bergan ko'rinishi va kechirimnomining ustiga bizning imzo qo'yganligimizni siniq elishimiz kerak. Musuratlarni soqchiga topshirib, bizning barliq arz shikoyatlarimizdan yanadiganligimizni aytamiz. Mushuna qilganda Kamol eng tez surat qaytib chiqalaydi. Sho'pirning jinoyat qilmishlari balkim sal yengillab qilishi mumkin. Rastilla ashunda qil bo'lami? Lekin eng muhim masala Yasin efendim, hozir sizning hisobotingizda hech qanday pul qolmadi. Barliq pullarni mana mushtabda o'g'irab ketdi. Buni qanaqa qilsak bular? Ha, mashina chiqib sotayli. Bir ishni topshiray. Siz mashina chiqib, bozordagi eng tuvan bahada setib, pulni sho'pirning uydagilarga olib bering. Qanday? Bo'ldi Yasin efendim. Bu ishni mushtab bir taraf qildi. Ma'qul. Avs bu ishlarni siz topshirdim. Mening hozir sizdan boshqa hech qanday tayinlagan odamim qolmadi. She'rni ach qilishimga yordam qiling, qilamda. Bo'ldi Yasin efendim, siz xotirjam bo'ling. Xabarimni kuting. Yasin, Rifat advokatning ko'rsatgan amaliga xeyli bo'ladigandek qiladi. Lekin sho'pir butun mas'uliyatni ustiga oladiganga qo'shilarmi? Bu ishlar butunlay Rifat advokatning qobiliyatiga bog'liq bo'lib qopti. İşlar oңышлык bo'lib, Kamol qo'yib berilsa, hamma ishlar o'ngishiladi. Xislatlik kasang tepiladi, shirinmi qaytib keladi. Undaq bo'lmasa, o'zing qaqsanam bo'lganda sirat hayotingni xavfga uchirish mumkin. Yasin, burun xislatlik kasang ba vaqtda yo'lda g'adiyib qo'shalmangatdan. Hamda ro'ying chiqib ketgandek bo'lib qolsa, o'zingni tashlab etma deyma. Yaxshi xabarlar bo'lib qilishi mumkin. Yazoq. O'tir. Qana oldi. Aqsaran suv iching. Siz topshirgan ishlar shunda o'ngishli bitdi. Qanday? Kamolni qo'yitilgan bo'ldimi? Men hozir teqi sotdan keldim. Kamol naq maydonda qo'yitildi. Naq maydonni qo'ypadimi? Obdan bo'pti. Uni balsin qo'yatgan bo'lsa, ular she'rini ham qo'ypagidek. To'g'ri. Tansa bir faqra. Voy. Balozni qo'yapti-ya. She'rini qo'ytirgansiz? Bo'ldi. Ras. Mening naslarimcha. Pulni qarachaqliq sizni qalsin bo'ldi. Momamning qolgan bir kasbatdi. Nima? Siz hamdingizmi? Qanday mumkin bo'lsa, bu kirgancha amirasini bilan ketdimmi? Az bexatar insonlar ishga almashitdi-ku. Yo'q, ashliq ichida. Ma'qul. Ma'zur barayan. Yazjabadan nima bo'ldi? Ben buraya bir kirey. Doktor, Ben size oturayım ya. Ben yavuzlam sanmaylar. Başla.
Mashina ochib chiqdi endi. No. Mashina sepetgandim rais. Yasin, Osmanbay xislat kasani alg'inidan tenib olmoqchimi, nima? Tenib olsa, qandami qilasa? Hey. Osmanboy kasni olmadim deydi u. U qasddan qisatlik kasni tiqolmoqchimi yoki rostdanlik qisatlik kasni bilmam degandi. Yoki yiliqi qo'dug'ishsin qilgan ishimi ya. Qisatlik kasam cho'qim Osmanboyning qo'lida. Bo'lmasa bexatarlik ishkobining ichidagi narsalar nega ketadi? Osmanboy qisatlik kasamning xislatini bayqab qolgan bo'lsa, u hargiz bu kasni men qaytarib bermaydi. Hozir soqchiga ma'lum qilay desam, kasamning xislati oshkorlanib ketadi. Undaqda burun satqan oltinlari, soxta pullarningki sirlari oshkorlanib ketadi. U chog'da tiximcha taq chiqadi. Meni turmida yotma degan gap. Yasin, Osmanbay bilan ko'rishganda jiddiylashmay, salmoq bo'l. Tantaklik qilsang, xislatlik kasangni hargiz ololmaysan, jimo. Kamalni qo'yib berdi. Gapini turdigansizlar? Abdurahmon. Degan bilan sizni qo'lingizdan xil ish kelib qoldi kimjima? Hech qancha ish emas u. Oxira, pochilqani. Ma Aqsaroyning so'zi. Men so'rashmayman. Sherni qaytarib bersanglar bo'ldi menga. Uyda kelsen dersen. Sana bu qitimqi bu ishlar bir darslik bo'lib qolsin. Shera, siz birashim oldi? Rahmayçım. Sizce? Ish yo'q menda asirma. Endi qolgan naslarimcha Nimanda qiladigan baba. Mana dasirim. Xislatlik kasang yo'qmi, nima? Bo'lsa, mana men deb ko'rinib turibdi. ne kasamcha? Qash shekilli. Kasa. San? Oltin tuva? Oltin emas. Momda qolgan kasdi. Musha sho'liqda. Abdurahmon nima deydi baba? Mana. Osmanbay tenib oldi. Bizning bolaning ekalgan narsasi hamisi shu. Bak kası şu sizlar aldaqdım uyga o'g'irlik kirgan chaqda, bu pullarni, oltinlarni tana yo'qqa. Akasini sizlar oldinglar, bemalsizlar mag'azin. Senin bu pullaringni, oltiningni biz chaqilmagan yerda, sen eski kasangni nima qilamiz biz? Shin tukamaz bir narsani deb chiqarma. Eski kasa emas u. Har qanday narsani ko'paytiradigan xislatlik kasa desang, xislatlik kasaning xislatini o'zing oshkorlayotgan bo'lsa, tasadduqiy Osmanbay olmagan bo'lsa, senda bir xislatlik guarning borligi jahonga pur ketadi. O xislatlik kasa har qanday odam uchirsa, tezla unida o'zgarish bo'ladi. Osmanbay xislatlik kasani ilvagan bo'lsa, sen ittikla uni bayqola olaysan. Uni ustiga sen yolg'iz xislatlik kasining sirni saqlayolgan bilan bu dachida odam ko'p. Sir tezla cho'qib oshkorlanadi. Elvolmagan bo'lsa, yepiq qazan, yepiq bit qiliverdi. Hoy, yazın qaytib keldingizmi? Siz bir ish bo'lmaganda nima bo'ldingiz? Ish yo'q. Chiroyingiz beklam o'zgarib ketdi, bir shu mana kelib o'tiring. Nima bo'ldi? Chiroyingiz bek to'tirib ketibdi-ku, bir ish bo'lmaganda. Qaniymi Aqsaroyning so'yishdan? Neymiş buldu Şirin Katip? Yasinning xislatlik kasasi yo'q. Osmanbay aldımı, yoki boshqa odam aldımı, yoki siz aldingizmi? Aniq emas dedi. Hozir Osmanboy bilan ko'rishib kelgandim. U oltinlarni, ondan keyin pullarni hammani qaytarib berdi. Ishlarni tugab qoldi.
Amsa ishlar tugan bo'lsa, yondim kayfiyatingiz bo'lsiz. Sherin, sizdan bir narsa so'raychi. Siz o'sha uydagi vaqtingizda ular bir kos to'g'riliq gap qildimi? Kosa? Siz ko'rgan-ku, yalaqay momamdan qolganlik kosa. Ha. Yo'q, to'g'riliq hech qanday yaqimdek shu meni telefonimni avval proyek so'lab qo'ygan. Yani ularning tamoqlam akirib berdi, meni sirtqim chiqamdi. Men ularning nim deganini ma'lumdim. Shu kos yo'qdirdi hozir. Siz o'sha kosni eng oxirdan nada ko'rgandingiz? Men shu bexatarlik shkabiga pul saqlagan vaqtimda oshdan ishib ko'rgandim. Siz u kosini shu bexatarlik shkabining ishida saqlayotgansiz-ku. Hamsi o kos nega ketgandi? Osmonbay Ma'mudim deydi. U kosa siz uchun oshinchilar muhimmi? Unchalarmi muhim emas. Lekin u kosa shu momamdan qolgan. Momamga shu ota-bobolarini qaptikan to'q. Endi u kosa ajdodni avlod qilib, mening qo'lim kelgan chog'da men yutirib qo'ysam shu men jamoatimizga yuz kilometrgidek ishib qoldi. Shunlashqa oshkasini topmasam qat'iy olmaydi. Amsa ular aketmagan bo'lsa, men yotoqdan için yana bir qitim qayta bir tizlab ag'dirib boqay. Balkim biraya kirib qoldimi, yo biraya qo'yib qo'ydingizmi? Ma'qul. Sabr qilib boq, ha? Ma'qul. Izlab qo'yay. Xislatlik kasangni kim ag'ando yasin? Mayli kim bo'lsin, u kasini qo'lga tushirgan odam kasini osonlikchisan qaytirib bermaydi. Saqchiqdıq ma'lum qilinmaysa, ma'lum qilsanglar, saqti pul delosiga chetilib turmidi yotsa. Kasini tepishga o'zingning kuchiga tayanmay amal yo'q. Hey xislatlik kasa. Yasinning qo'lidan chiqib, yana kimlarni xo'shal qilib yurgansa. Qaraganchada bu uyga kirgan o'g'ri yolg'izli bir odam emas o'xshaydi juma. Akram. Voy, Sherin qaytib ketdi-ku. Am qaytib keldim. Sizlarni bek parakanli qilib tutdim. Endi qutuldirib chiqaman deb bek japa chekib ketibsizlar. Bu bizning qilishga tegishli ishimiz. Taz japa chekdingiz, a? Bek japa chekdingiz. Befata dukat. Aqsaraymasini ishchan. Rahmat. Voy, Yazon. Bu Sherim qaytib keldi-ya. Pullarni yondirib akaldik, bu kayfiyatingiz yanada bir xil tushkun-ku. Pullarni qaytirib berdi, Sherim qaytib keldi. Lekin shu momamning qog'ayliq kosa shuning xabari yo'q. Hozirmi biz ikkimiz oqtirib topamidik qo'yni ochdi. Shu nega ketgandi deb shuningki boshag'ir chiqdi hozir. Kosa? Ilaqa momamning qog'ayliq bir kosa o'tdi, sizmi ko'rgan? Darax chiqdi. Ras ism keldi-ya. Oldin qatam sizning shu xizmat ustalining yendiki kitobchasi ko'rganda qilgandim. Uning lekin bir yer ko'rib baxmadim jumoni. Amsa siz xeyli burun ko'rib ekansiz. U kosa men uchun bek muhimdi. Ota-bobolarim qolgan bir tabarikdi. Shunlashqa uni men bexatar saqlash ishga olib qo'ygandim. Ayni vaqtda shu uyga o'g'ri kirib pul cheklarni o'g'irlab qochgan chog'da oshnasini tam yutib ketgan to'q. Hozircha xabarni qilaman. Aras, men Osmonbaydan so'rgan. So'rsam u undadasini ko'midan bilmayman deydi. Ondan o'g'irlik kirganlik bolani chaqirib so'rdi. U mi ko'mabdiki? Sizningcha bu Osmonbay menga yolg'onga qilganmidi yoki elib qaytirib bergisi yo'qmidi? Yazon, bu kosa oltinda yasalganmi? Yo'q, odatdagilar. Pul g'ayirmaydigan bir kosa. Unda bo'lsa, menimcha Osmonbay bu ishda yolg'on so'zlamasmiki? Chunki u kosa ya oltinda yasalmabdi. Uning ya bir saqlash qimmati yo'q. Menimcha uni Osmonbay olmadimiki? Bu olmagan bo'lsa, hali kim olgandi? U kosa bek muhim demas uchun. Aras Yazon, hozir bu kosadan muhim bir ish bor deyman. Mundaq mana hozir mushtabda Osmonbayda yondirib akaga naqd pul bilan oltinni hisoblasak 5 millionga yaqin pul oldi. Lekin men ko'z oldimizda oyning oxirida oltin konga hisobni ulashtirmasak bo'lmaydi.
Müş pullar ara yetişidi. Kelakaydı qandaq qilmas. Yana texi Şayan Bego'dakilik alğan 4 qavatlik işxana var o. Onun cuanşosunu bitib qalay dedi. Ayının axırıgacha yani 3 milyon pul ketidi. Ondaqda bizning bu hisobotda rostliq qizlar ham ko'rilibdi. Yazon. Ondaqda zot qandaq qilmas. Mana olsa, Şeriat, biz oldin qitim olgan 4 qavatlik binoni siz hozirlab aloqalashib set chiqardim. Onadan kirgan pullarni biz rasol bichildi. Setivdamdu. U yana cuanşosu bek nefis chiqqandi. U yana sasaqana bular. Qarachaqliq. Bizga hozir pul lozim emasmi? Ash pulni ishlatib turaylik. Keyinchi uni ham amal bo'lib qoldi. Siz hozirlik uchun bir aloqalashib boqing. Kim olaman desa, shu bahada setilaveradi. Ulamda. Rifat aka siz yordam qiling bu ishga. Tezdan chiqarib oxirni biz rasol ishlataylik. Bo'ldi. Siz xotirjam bo'ling. Ondaqda biz hozirlamanglar. Jamoatchilar. Yasin, 4 qavatlik binarini satqandan ko'ra, oltin kanni setibetsang bo'lmamdi deyma. Xislatlik kasang tepilsa, yana elvasang bo'ladi emasmi? U ziyonga menayotgan oltin kan tegi yo'q ha. Seni yerim yil bamgan vaqtla vayron qilib